Salam köpçilik, dərsxanamğa xoş gəldiniz. Mən aldın saatlik dərs axırlaşdan burun oğullarning ikki xil salam berish harakatini qistirib o'tgan edim. Albatta, qizlarning bu salam berish harakati buningga tamoman o'xshaydi. Mən qizlarning bir necha xil salam harakatlarini ko'rsatib o'tay. Birinchisi, egilib salam. Cho'nqur nafas ilib oldiga engishimiz. Qo'llar oldiga ixtiyorsiz silindi. O'g'illarning salam berishga o'xshamaydigan bir yeri, qizlar salam berganda bosh bilan ko'z yantu tarafga boqadi. Hurmat salami. Qo'l yoniga ko'tarilganda cho'nqur nafas ilindi. Qo'l ko'krakning ustiga qo'yilishi bilan bosh bilan gavda oldiga egildi. Ko'krak salami. İki qo'lni ikki yonga to'van chashma shakli bo'yicha ko'tarib, sol qo'lni ko'krakning ustiga, o'ng qo'lni sol qo'lning dumbusiga qo'yamiz. Bosh bilan gavda oldiga muloyim egilib, ko'z yonga boqadi. Etak ko'tarib salom berish. Bir qo'l bilan etakni, yana bir qo'lni yonga ko'tarib, ko'krakning oldiga kelamiz. Hem bir vaqtda bir put yon terakdan chakma holatga berib, tizlar egilib, yerim o'ltiramiz. Ko'z tuvanga boqadi. Ilmak qo'l. Qo'llarni ilmakka o'xshagan shaklga akilib, beg'ishlarni o'ng so'lga ittirib harakatlantiramiz. Ilmak qo'l harakati varan qo'l pozitsiyasida ko'p ishindi. Bosh bilan ko'zni tang elib maqamiz. Qo'llar chashma qo'l shakliga keldi. Barmoqlarni ustiga yetib, beg'ishni yenik silkiymiz. Beg'ish silkishni chiroy ifodasi bilan birlashtirmoqchi bo'lsangiz, avval asta, andin tez suratda menga agishing. Mən qadam harakatlarini o'rgatishdan burun kichkina bir nuqtani qistirib o'tishni afzal ko'rdim. Har qanday shayning atrofi 4 taraf 8 bo'longa bo'linganiga o'xshash, sahna usulimi 4 taraf 8 bo'longa bo'lindi. Usul san'ati vaqt cheklimasiga, o'rin cheklimasiga uchraydigan san'atdir. Ya'ni usul san'ati ma'lum doira, bo'shliq ichida o'zining roli va alohidligini joriy qildira oladi. 4 taraf deganimiz oldi, orqa, o'ng, so'l taraflardir. 8 bo'lum rasmdagi bu 8 bo'lumni ko'rsatadi.
Мәсәлән, чүгіләш hərəkətlərdə muşu 4 tərəf 8 bulunlarını asas qılıb durub aylanımız. Bu qadam hərəkəti məyli qızlarning yoki o'g'illarning hərəkətida bo'lsin, odatda ko'p ishlanadi. Oyoq hərəkəti bir qadar chaqqan bo'lganligi uchun sho'x, tetik hissiyotni ifodalaydi. Qizlar put barmoqda turib egizga ko'tarildi. Bir put oldi, keyni terek pozitsiyalarga almashib takrorlandi. Mush xil maksimal holatda takrorlaymiz. Mokka qadam shaklida o'z o'qida cho'glash mundaq bo'ldi. 4 tarafga qarab aylanish uchun mokka qadam harakatini har bir tarafda 2 qatimdan takrorlab, yo'linishni o'zgartimiz. Oldi, o'ng, keyni, so'l taraflarga. Әмді мокка qadam harakatini ilmaq qo'l, beg'ish silkish bilan birlashtiraylik. Mayli qaysi put bilan boshlaylik, avval chakma put pozitsiyasiga kelib, eg'irlik tushgan put tuzilinishi bilan tang, yana bir put yon terak pozitsiyasiga keldi. Ikki put mush xil holatda almashib takrorlandi. Bu qadam harakatini kayniga qilishga bo'ldi. Bu harakatni biz o'rgangan har xil qo'l turoqlari bilan birlashtira olamiz. Mushu holatda o'z o'rnimizda cho'glash mundaq bo'ldi. Put yon terak shaklda yerni ittirdi. Shu vaqtda o'z o'rnida turgan yana bir putning barmoqlari qo'ziqdek yerga qadilib, tapan ko'tarilib, yenik aylandi. Bu harakatni albatta nurg'un qo'l harakatlari bilan birlashtirgilimi bo'ldi. Ben bugün aldığım saatlik derslerde öğrengen hareketlerini birleştirip, addigina bir datlıq usul birikmesi tayarladım. Aldı bilen hürmet salimi bilen başlayımız. Andın beg'ish silkish hareketini tövenden yuqoriga qarab ishlaymiz.
Put oldi terak shaklida yerni bo'sh tikidi. Bo'yin etishni, tabassumni unutib qolmang. Mo'k qadamda beg'ish silkiymiz. Ilmat qo'l bilan jup qadamda mangmiz. Mo'ka qadamda 8 bulunga qarab aylanamiz. Әмді yan tirma qadamni keyniga olamiz. Qo'llar ustidan yerim barang, yerim guldastan pozitsiyasi keldi. O'qiya qo'l pozitsiyasida yan terakda cho'klaymiz. Bu qo'l pozitsiyasi esingizdamikin? Shundaq, shaq marash. Axırda qo'llarni kangri ichib, ko'krak salimi beramiz. Endi navbat sizga keldi. Әмді o'g'illarning darsligiga kelaylik. Men o'tgan soat darsda 2 xil o'g'illarning salom berish harakatini qistirib o'tgan edim. Bugun bo'lsa yana o'xshamagan 2 xil salom harakatini tunishtirib o'tay. Bu xil salom harakatlarini balkim siz muqam asarlarda uchratgan bo'lishingiz mumkin. Buning birisi o'rda salimi. O'ng tizni yerga qo'yib, o'ng qo'lni ko'krakning oldiga egamiz. Bosh bilan gavda oldiga egildi. Yana birisi almash qo'l salimi. O'ng qo'lni so'l qo'lning oldiga mingashtirib, oldiga egilib salom qilamiz. O'ng putning tapini oldi terak pozitsiyasi kelsa, so'l put yerga dasaydi. O'ng put keyni chekmi kelsa, so'l put yana yerga dasaydi. O'g'illar bu harakatni qizlardek yenik qilmasdan, balki ig'ir, jonliq dasab turib o'ynaydi. Bu harakatni yong'i qilsin bo'ldi. Bir put mo'ksimon holatda oldi keyniga o'tishib takrorlandi.
Mayli qaysi put bilan boshlayli, avval chakma put pozitsiyasiga kelib, eg'irlik tushgan put tuzilinishi bilan tang, yana bir put yon terak pozitsiyasiga keldi. Ikki put mushu xil holatda almashib takrorlandi. Bu qadam harakatini kayniga qilishga bo'ldi. Bu harakatni biz o'rgangan har xil qo'l turoqlar bilan birlashtira olamiz. Mushu holatda o'z o'rnimizda cho'gilash mundaq bo'ldi. Put yon terak shaklda yerni ishtirib mangdi. Shu vaqtda o'z o'qida turgan yana bir putning barmoqlari qo'ziqdek yerga qadilib, tapan ko'tarilib, yenik aylandi. Müre aldı kayniga itilmasdan, balki yuqori tuvanga itildi. Gavda o'ng so'lga tang aygishib mangdi. Müre taq ham jup itildi. Albatta, odatda usul o'ynagandimi, müre itishni ko'p ishiltalaysiz. Buningga qas chiqarish va yoki boshqa har qanday qo'lning turoqlarimi mos keladi. Ben bugün aldığınki saatlik derslerde öğrengen hareketlerini birleştirip, addigina bir dap usul birikmesi tayarladım. Aldı bilen hürmet salimi bilen başlayımız. Kollarını yanına götürüp, kas çıkırıp durup, müre atımız. Kanat kol pozisiyasida yan tirme qadam alımız. Baran kol pozisiyasida alqan qayrish bilan mokka qadam harakatini qilamiz. Ham bu qadam harakati bilan 8 bulonga qarab aylanamiz. Amdi yan tirma qadamni kayniga o'qiya qo'l pozitsiyasida olamiz. Yan terakda cho'glaymiz. Oxirda bir qo'limizni ichib salom beramiz. Qani amsa, sizmi sinab qo'ying. Ders oxirlashdan burun o'zim